Demak, 50% dan katta va yumshoq bilakcha xavfli ekanda. Uni foizini va yumshoq qattiqligini qayerdan bilamiz? Doppler bitsa, ya'ni brachiosefal arteriyalarning Doppler tekshiruvi orqali. Eshitilishidan qiyinga o'xshasa ham, lekin bu oddiy ultratovush tekshiruvidir. Shu oddiy usul orqali sizda qon aylanish buzilishi va infarkt, insult xavfi bor yo'qligini aniqlab olish mumkin. Uyqu arteriyalaringizda aterosklerotik bilakchalar bor ekan. Bular tomir bo'shlig'ini o'ng tomonda 50%, chap tomonda esa 30%ni to'sib qo'ymoqda. O'ng tomondagisi ko'rinishdan yumshoq, boz ustiga shu sohada qon oqimi tezlashgan. Bu esa sizga insult xavf solayotganini bildiradi. Bundan tashqari uyqu arteriyalari organizmdagi boshqa tomirlar holati haqida tasavvur beradigan namunali soha hisoblanadi. Ya'ni bitta arteriyada 50% torayish aniqlandimi, katta ehtimol bilan boshqa tomirlarda ham shunga yaqin darajada yog' to'plangan bo'ladi. Chunki ateroskleroz faqat bir joyda emas, balki butun organizm bo'ylab tomirlarni qamrab oladigan jarayondir. Xulosa qilib aytganda, sizda ateroskleroz kasalligi mavjud. Voy! Skleroz baba. Bir kunda 3 ta. Yo'q, skleroz demadim. Bu boshqa kasallik. Ateroskleroz, ya'ni tomirlarga yog' to'planish kasalligi. Lekin sizga yaxshi yangilik ham bor. Bu kasallikning davosi topilgan.